同学们来到新疆共青团网上双语夜校，教你学汉语情景绘画，即学即用。我是你们的老师 Segila Asghar。今天我们要学习的是第9单元的语法部分。Bugün öğrendiğimiz 9. kısımdaki grammatiksi. 好，onda hosa kitabını açaylı。今天的这个语法我们要学几个呀？Cemi 3 nokta öğrendiğimizde。Birincisi好吗？怎么样？行吗？的疑问句，müstah sual cümle. Anladın? İkincisi şu 除了以外，什么什么den başka degende. Andın öğrendiğimiz şu 能源动词。能源动词degeni mi? Yani 能源动词degenimiz ne mi? İmkan能源动词。那我们的后三，我们来看一下第一个，好吗？怎么样？行吗？Bu ne degan gap? 好吗 deganimiz bo'lamdu degan so'zg'u. 行吗 deganimiz u mu bo'lamdu degan ma'noda. 怎么样 bo'lsa qandaq. Demek bu üçlü ise hazır mıydı? O'xshash ma'noni bildirdi ekan-ku. 就是ma'lum bir odamdan shu fikrini yoki bo'lmasa taklifini olmoqchi bo'lsak, so'ramoqchi bo'lsak, shuningdan o'zimizning gapini qilib bo'lib, shu gapimizningki eng keyniga bo'lamdi deb qo'shib qo'ysak, sizning chuchu qandoq degandek shu gapni qo'shib qo'ysak, bu sizning degan gapingiz bir shu qarshi tarafningki taklifini so'raydigan bir savol jumla bo'lib o'zgaradi. Masalan, bir jumlada ya 不愿吃的大盘鸡夜里，第三，今天中午我们吃大盘鸡。好，bu mening degan gapim. Endi qarshi tarafdan nima? Mushu gapimga qarata bo'lamdi, bo'lmamdi, qo'shilamdi, qo'shilmamdi deb turib so'ramoqchiman. Nima deb qo'yman? Keyinga "Homa" desam ham bo'ladi. Yoki bo'lmasa "怎么样" desam, yoki bo'lmasa "行吗" desam bo'ladi. Bu kitobni men ko'rib boqay. 我看一下这本书。我看一下这本书. Gapimni deb bo'ldim shunday-ku. Endi men gapimni qulab qarshi tarafningki ma'qulligini, taklif fikrini olaman. Qandaq deyman? "Homa" yoki bo'lmasa "怎么样" yoki bo'lmasa "行吗" deb so'rasam bo'ladi. Ha, tushunatamdi. 也就是说, o'zimiz odatda gap qilgan vaqtimizda gapimizni deb shu gapga qarta qarshi tarafningki fikri bormi? Qandaq o'ylaydi? Bo'lamdi, bo'lmamdi deb turib so'ramoqchi bo'lsak, shu gapingizning keyniga "homa" yoki bo'lmasa "怎么样" yoki bo'lmasa "行吗" deb turib so'rasangiz bo'ladi. Ha, agarda boshqalar sizdan shunda so'ragan bo'lsa, sizningki javobingiz nima deb chiqsa bo'ladi? "Ha, 可以 行 没问题 desek bo'ladi. 再说一遍javobingiz "好" bo'ladi. "行" bo'ladi. "可以" bo'ladi. Anandaki 没问题 chataq yo'q. 都可以 hammasi bo'laverdi. Tushundingmi? Bir odamningki qarashini, nejasi bo'lamdi, bo'lmamdi yoki qo'shilamsiz, qo'shilmamsiz, qanday deganini so'ramoqchi bo'lsak, gapingizning eng keyniga "好吗" 怎么样 "行吗" qatorliqlarni uchilisini emassa, ichidagi birisini qatsiz, birisini qatsaqlam bo'ladi. Unda bo'lsa, miyadagi jumlaga qarab boqaylik. 我们吃火锅好吗? Bugun nima yeylik? Bugunmi yo'qga bu yerdamda. Biz samovar sho'rpisi ichaylik. Bo'lamdi. Qandoq? Qarshi tarafdan nimasini? Taklif fikrini so'ratadi va qo'shilgan qo'shilmaydiganligini. Ikkinchisiga qarasak, 周末你陪我去看电影怎么样? 周末 degan hafta oxiri. Pay degan hamroh shunaqa. 你陪我去 siz menga hamroh bo'lib, nima ish qilaylik? Kino ko'rib kelaylik. Gapimni dedim. Qarshi taraf qo'shilammi, qo'shilmamdi? Qanday o'ylaydi? Qandaq deb so'rabdi. 怎么样 deb aytsak bo'ladi va ondan ostidagisi nima debdi? Men tushdan keyin baray. Bo'lamdi. 我下午去行吗?
我下午去行吗? Men tushdan keyin baray. Bo'lamdi. Bu mushu qarish tarafdan nimasi? Mushu ma'qulligini olgan ekan. Unda xo'sa yana bir qo'shib so'zlasam, bir gapni qilib, shu gapingizga qarata qarish taraf qo'shilamdi, qo'shilmamdi, qandaq o'ylaydi qarish tarafninki taklif fikrini anglamoqchi bo'lsangiz, degan gapingizning keyniga xavma yoki bo'lmasa zamayang va yoki shingma deb qo'shib qo'ysangiz bo'ladi. Ha, unda xo'sa men misolni bir ikki qatamdan o'qib o'taylik, ha. 我们吃火锅好吗？我们吃火锅好吗？周末你陪我去看电影怎么样？周末你陪我去看电影怎么样？我下午去行吗？我下午去行吗？Onundan başka mesela biz birlikte tamak yiyelim. 我们一起吃饭好吗？我们一起吃饭好吗？ Ben ertesi köye baray bulamdı. 我明天去看你好吗？我明天去看你好吗？ Yoki bo'lmasa yana neymiş qilsak bo'ladi? Mesela biz bozor cho'kilab kelaylik. Bulamdı desem. 我们去逛街好吗？ Yoki bo'lmasa 我们去逛街怎么样？ 我们去逛街行吗？ 都可以啊，都可以。好吗？行吗？ 怎么样? Qarish tarafninki teklif fikrini oladigan bir savol jumla. Onda xo'sa, ikkinchi nuqtasiga qarab baqaylik. 除了什么什么以外 dan boshqa. Nimadan boshqa? Mushu o'tirdagi kichik mushuningdan boshqa. Qog'ini qanda bo'pti degandek. Nima buningda miyada qancha nuqta bor ekan? 2 nuqta bor ekan, 2 nuqta bor ekan. Birsi 表示在什么什么之外还有别的. Bu degan gap ma'ningdan boshqa yana boshqasimi bor. 那就是 ma'mi bor, boshqasimi bor. Her ikkilisi bor degan gap. Nima? Mushu her ikkilisi bor bo'lgan chaqda 后边的句子常有还也等呼应. Na mushu ikkinchi tarmoq jumlasiga mushu hay yoki bo'lmasa ye degan mushu xatni akiladi debdi. Ha, ikkinchi nuqtasini debdi, 表示所说的人或是不包括在内. Nima shu davatgan odam yoki shu davatgan ish mushu qolganlarning ichida emas. Demak o'z ichiga olmaydi. Ne demak? 除了以外 degan bu so'zningki ishlatilishi ikki xil bo'lib mana degan. Birinchisi din boshqa degan shu narsani o'z ichiga elib turib, mushuningdan boshqa ma'mu bor. Mushuningdan boshqa ma'lamu bor degan. Ikkinchisi mushu din boshqa degan narsani o'z ichiga olmay turib, ma'ningdan boshqa mushuningdan boshqa qolganlari mundaq bo'pti. Ma undaq bo'lmabdi, qolganlari ashundaq bo'pti. Amaliyotda bu uyg'urchasi bilan o'xshashlarmi? Masalan, shu din boshqa deganga uyg'urchadan 2 jumla tuzib bersam, masalan, mendan boshqa umi kechikibdi. Mendan boshqa umi kechikibdi desam, men kechikdim, umi kechikdi. Demek bu yerda mendan boshqa degan umu deganimiz mushu yego. Shuning bilan bu o'z ichiga og'ini. Men kechikdim, umi kechikdi. Nima? Mendan boshqa hech kim kechikmabdi. Mendan boshqa hech kim kechikmabdi degan bo'lsam, u vaqtida bu jumlaning ma'nosi kechikkanning ichida faqat men va boshqalarning hech qaysi bu kechikkanning ichida yo'q. Ne şu kechikmidi desek, onun ichida mendan boshqa hammasi bor. Tushunammi? Tushundingmi meni ya? Birisi o'z ichiga oladi, yana birisi o'z ichiga olmaydi. Nima bu o'z ichiga elish yoki olmaslikni qanday farqlantiramiz? Mushu jumlaning ichida hay degan xat ko'ryapmiz ekranda. Yoki bo'lmasa ye degan bu xat, mashqi xat bo'lsa o'z ichiga oladi. Chunki men hay deganimiz yana
Ye deganimiz mu. Shunaqo, mu degan chaqda o'xshash bo'lgan chaqda mu bo'ladi. Yana shu o'xshash bo'lgan chaqda anandagi hay bo'lib ma'lum. Nima? Agarda o'xshamay o'z ichiga olmasa, ya bu degan xat, ya may degan xat. Bu degan ya, may degan yo'q emas shunaqo. Nima mashqisi bo'lsa o'z ichiga olmaydi. Najushan bayon qilib jumlani desak, 除了我以外，小明也迟到了。Mendan boshqa 小明mo kechikdi. 除了我以外，小明也迟到了。那 men kechikdim, 小明 kechikdi. İkinci cümle. 除了我以外，谁也没有迟到。除了我以外，谁也没有迟到。那 bu degan gap men kechikdim, boshqa hech kim kechikmadi. Najusha men bilan o'xshaydigani yo'q degan gap. Buning ichida qaysisini ishlatdik? May degan xatni ishlatdik. Tushunyaptimi savoqdoshlar? Unda xo'simiyadagi jumlaga qarab boqaylik ya. Va birinchi, ikkinchi sinimini bildirdi, shu o'z ichiga oladiganligini ya. 除了水上乐园以外，乌鲁木齐还有什么好玩的地方？除了水上乐园以外，乌鲁木齐还有什么好玩的地方？ Ürümçiden başka, Ürümçiden başka mesela, 水上乐园 su üstü bahçesinden başka, Ürümçide yana kandak oynaydigan peyzi yerler var. Ne diyor şu? Ürümçide su üstü bahçesi varken bundan başka. Özçük alamlamamdı, alıdı. Oynaydigan yerler aşıda su üstü bahçesi mi var? Su üstü bahçesinden başka yana ne var? Mesela Hongshan deyimiz, ya bu mesela Vanda Guangchang deyimiz, yoki bo'lmasa hozir yangi qurilayotgan bir mushu bog'chalar deyimiz. Nima mushular shunaqa. Hozirlar bien a 除了水上乐园以外，乌鲁木齐还有什么好玩的地方？好，ikincisi 除了跳舞以外，我也喜欢唱歌。Usul oynashdan boshqa men yana nimaga amroq? Naqshi aytishqimi amroq debdi. Bu degan gap bu yoqninki amroq ishlaridan ikkisi bor ekan. Birsi usul o'ynash, yana birsi naqshi aytish. Usul oynashni o'z ichiga oladi, ha. Usul oynashdan boshqa men yana naqshi aytishni yoqtiraman. 除了跳舞以外，我也喜欢唱歌。好 ，endi mushu 会 能源动词会 oldida biz mushu 能 degan xatni o'rgandik. Shundaqo 能 degan xatni o'rgandik. Endi bugun nimani o'rgandik? 会 degan xatni o'rgandik. Avval qarab boqaylik. 会作为能源动词有两个意思，对的，那就是会degan bu söz 能源动词bo'lgan vaqtida, o'sha imkon fe'l bo'lgan vaqtida buning ikki xil ma'nosi bor ekan. Birinchisi bir ishni qila oladiganligi. Najusha uningda ma'lum bir iqtidorninki borligi. Ham bu iqtidor nadin kelgan? Tug'mi talatmi yoki keyin o'rganganmi? Keyin o'rgangani ya. Keyin o'rgangani. O'rganib bilganini huy deymiz. Masalan, men Hanzu tilini bilaman desam, 我会汉语 deyman. 我会汉语. Miyadagi men huy nimani bildirdi desak, men Hanzu tilini bilaman. Shunday-ku. Ha, undaq bo'lsa, 或者说我会说汉语, men Hanzu tilida gap qilishni, Hanzu tilida so'zlashni bilaman. Nima? Bu yerdagi huy. Men Hanzu tili, masalan men Uyg'ur. Men tug'ilgan vaqtimda meningki ona tilim Uyg'urcha bo'lgandan keyin men apa dada deb turib mundaq, shoma somka yoki bo'lmasa non deb turib mundaq cho'ng bo'lgan. Mening tilim Uyg'urcha chiqqan demakchi. Ha. Endi men Hanzu tilini men qanday keyin o'rgangan. Shu vaqtida men Hanzu tilida gap qila olmayman degan vaqtimda 我能说汉语 demayman. 我会说汉语 deyman. Tushunatdingizmi? Nima, masalan, siz mashina haydashni bilamsiz desam nima deyman? Mashina haydashni siz tug'ilibla o'rganib bilamsiz yoki keyin o'rganganmi?
keyin o'rgangan. Shu vaqtida ni hui kai che ma? Ni hui kai che ma? Shiqilib bir odamdan ma'lum bir xil iqtidoringiz bormi? Mushu ishni qila olamsiz deb turib so'rgan vaqtingizda ni hui shama ma deyishimiz kerak. Hamda bu huyni ishlatgandan keyin bu qaysi vaqtida keyin yoki shu tug'ilib bo'lgandan keyin o'rgangan bo'lishi kerak, tug'ma emas. Xo'p, nima? Miyega qarsak, naga hayzi hui zhou lu la. U bala minishni o'rganibdi degan gap. Naga hayzi ning zhou lu la desak bo'lamdi. Ikkisining ma'nosi o'xshamaydi, va naga hayzi hui zhou lu la, minishni o'rganibdi. Najushu shu, bu bala yangi tug'ilgan vaqtida ma'lamdi. Yo'q. Keyin mushu 1 yoshlarga kirgan chaqda minishni o'rgandi, nima ma'laydigan bo'pti desak, ta hui zhou lu la desak bo'ladi. Gap qilishmi o'xshash. Tug'iliblam mushu tili chiqmaydi. Enga shu qo'li idan shijen bir mazgildan keyin, ko'pincha 6 oy vaqtlardan keyin u vaqtida o'xshasha qandaq deymiz? Hui shu hua desak bo'ladi. 按照新式qarsak, 我会说一些英语，但是说的不太好。Endi gap, men azroq ingliz tilida gap qila olaman. Xo'ja shu men azroq ingliz tili bilaman, lekin toza yaxshi so'zlayolmayman debdi. Demak, bu ingliz tilini shu keyin o'rgangan degan gap. Xo'ja shu hui degan bu xatninki birinchi xil ma'nosi, siz bir ishni qila oladiganligingizni demoqchi bo'lsangiz, 我会 shama desangiz bo'ldi. Tomoq etalayman, 我会做饭. Xat yoza olayman, 我会写字. Mashina haydalayman, 我会开车. Qila olayman, 我会做. Desak bo'ladi, sizda mushu xil iqtidor bo'lib bo'lgandan keyin anandan keyin hui deysiz. Endi ikkinchi xilsiga qarsak, nima debdi? ikinci xil ma'nosida 表示将来可能发生的这个事情和动作，那就是 kelgusida mushundaq bo'lishi mumkin. Hamda mumkinchiligi intayin yuqori bo'lgan vaqtida hui deymiz. Masalan, 他喜欢这本书. U bu kitobni yaxshi ko'rdi. U bu kitobni yoqtirdi. Bu qandaq jumla? Jazmlashtirayotgan bir jumla. Shundaq u kitobni yaxshi ko'ramdi, ko'rdi. U kitobni yaxshi ko'rdi. Ta shixuan zhe ben shu. Ha, endi hui degan xatni qaytavatdim, Shixuanni oldiga qatimiz. Ta hui shixuan zhe ben shu. Ta hui shixuan zhe ben shu. Bu degan gap, u bu kitobni yoqtirdi. Yoqtirdi. Bu degan gap yoqtirdi. Uqmayman texi. Lekin meningcha yoqtirdi. Hamda bu xil mumkinchiligi yuqoridek ko'rdim. Nima ming ba? Shu davatgan gapingizniki, ya'ni pila, shu harakatninki oldiga qo'yini qo'shib olsangiz, u shu ishninki shundoq yuz berdiganligining mumkinligini bildirdi. Masalan, erta yomg'ir yog'di. 明天下雨. Siz qanday qilasiz? Erta kelmasa, shuning uchun 明天会下雨 deymiz. Bu hui degan xatni qatgandan keyin bu ishninki yuz berish mumkinchiligi intayin yuqoriligini bildirdi. Ha, masalan, siz shu avarayning shu oldin ma'lumot berdi-ku. Shuni ko'rib, erta yomg'ir yog'adiganligini ko'rib olgan bo'lsangizmi, 100% deb ketgan olmaydi uni. So'yib qo'ydik. Demek lekin mumkinchiligi intayin yuqori. Shunaq so'yib olma shu 明天会下雨 desak bo'ladi. Tushundingmi? Hui ikki xil ma'noda. Birsi shuni ishlatgan vaqtimizda shu ishni qila oladiganligimizni bildirdi. Hamda mushu xil talant bizda borligini bildirdi. Hamda bu talant cho'qim siz keyin o'rgangan narsa bo'lishi kerak. İkincisi, ma'lum bir ishninki yuz berish mumkinchiligininki nihoyatda yuqori ekanligini bildirdi. Agarda keyniga mushu hui shama deb ishlatgan bo'lsak, hui shama degan bo'lsak, ko'pincha mushu ish cho'qim yuz beradi deymiz. Lekin u bir xil mumkinchilikka. Masalan, ta hui shixuanda
desem bu bayanqını əmdə muşu tığını qoşmasam, əgər də bu 90% degan bolsam, tığını qoşub alsam 99% degan gap. Işqılıb yəni 1% ba ayədə. Nama ta huylaydı, o çoxun kelidi. Ta huylaydı. Lekin o keldimi? Kəmmidi deyə. Lekin mən onun kelişiği işəncim ba. Mənim üçün 99% kelidi. Şunun üçün oxuşu ta huylaydı deyimə. Çöndüqmü? Əmsə bu cümləni bir bana əgişib oxuydeliyə. 那个孩子会走路了。那个孩子会走路了。我会说一些英语，但是说的不太好。我会说一些英语，但是说的不太好。明天你会出去吗？明天你会出去吗？老师说明天会放假。老师说明天会放假。好，miyada ma'lum ati qo'yib beribdi debdi. Lekin atidagi ish g'amini yana ati yuz beradigan bo'lgandan keyin buni %100 deb kelsak bo'lmaydi. Balkim %90% shundaymi? Shuning uchun huyni ishlatamiz. 明天放假 desak ham %100 bo'lib ketadi. Asta. 你一定会成功的。你一定会成功的。siz cho'qim muvaffaqiyat qozonasiz. 他一定不会欺骗我的。他一定不会欺骗我的。u cho'qim meni aldamaydi. Unda qilmaydi bo'lsa 不会的 bo'ladi. 不会的bo'lsa bo'lmaydi. bo'ladi desak 会的. bo'lmaydi desak 不会的. Na bu bo'ladi bo'lmaydi deganimiz ma ish mushundaq bo'ladi desak 会的. Bu ish bundaq bo'lmaydi desak 不会的. 明白了吗？好，这是我们今天的这个语法。mushu boshdan oxiri menga yana bir qatam agishib, bir qatamlam agishib bir o'qiytinglar. Başladık. 我们吃火锅好吗？周末你陪我去看电影怎么样？我下午去行吗？ İkincisi ya. 除了水上乐园以外，乌鲁木齐还有什么好玩的地方？除了跳舞以外，我也喜欢唱歌。除了阿里木以外，他的家人都没有来过乌鲁木齐。Bu degan gap olimdan boshqa uning uydagileri Urumchiga qandaq kep baxmidi, kep baxmidi. Bu o'z ichiga olmaydig'ini-ku. 除了看电影以外，他都不喜欢。Kino ko'rishdan boshqa hech nimani yaxshi ko'rmaydi. 第三个，那个孩子会走路了。我会说一些英语，但是说的不太好。你明天会出去吗？老师说明天会放假。你一定会成功的。他一定不会欺骗我的。好，这是我们的语法. Endi biz nimaga qarab boqamiz? Madaniyat askar. Messi. Kim bu? Rasmni ko'rib tanidingmi? Li Xiaolong. Li Xiaolong. Gumpa desizlarmi shu Li Xiaolong ismimizga keladi-ku deyman. Qarab boqaylik, bu Li Xiaolong zodi qandaq bir odam. Li Xiaolong shoshim 1940-yili 11-ayning 27-si tug'ilib ekan. 1973年7月20日. 那就是说 mushu 40-yil tug'ilib 73-yili vafot bo'libdi. Bu aran qancha yoshga kiribdi? 33 yosh. Ha, qarab boqaylik.
出生于美国加州旧金山 deydi. Nima nerede tug'ilibdi? Amerikada tug'ilgan ekan. Amerika Kaliforniya shtatiningki mushu San Francisco degan yerda tug'ilibdi va Zuji Zhongguo Guangdong. Nima 就是buningki asli yurti ne ekan desak, 是 Zhongguo'ninki mushu Guangdong ülkesi ekan. 然后呢，世界武道变革先驱者，武术技击家，武术哲学家，武术宗师。Bu gaplarning hammasining ma'nosi nima? Dunyo chambazchiligiga nima inqilob akilibdi. Li Xiaolong deganimiz qandaq chambazchi ekan, hamcho mushu gumpa peshvosi hamda mushu gumpa kinolarininki boshlamchisi ya. Ya'ni bu bir narsaninki nimasi ekan, barpo qiluvchisi ekan. Nima desak, mushu kasma mushtvozlik. Kasma mushtvozlikni mushu Li Xiaolong nima barpo qilgan ekan. Ondan yana bu kim ekan desak, Huaren Wuda 电影演员debdi. Huaren deganimiz shu Jungoluk ha. Mushu Jungoluk chambazchi kinolarininki artist ekan. 中国功夫首位全球推广者. Bu Jungo Gumpisini bilamiz-ku, nihoyat uzun yillik tarixga ega. Mushu Jungo Gumpisini birinchi bo'lib, tunji bo'lib, mushu butun dunyoga qandaq taqat kuchi bo'lg'ini 就是我们的这个李小龙, dal mushu Li Xiaolongning o'zi. Hamda bu Li Xiaolong kimgan desak, birinchi bo'lib mushu Hollywoodni bilamdiq. Meygotdagi Hollywood, Amerikadagi Hollywood. Ashada mushu butun eng nochi, eng esil kinolar ko'pincha ashadan chiqadi-ku. Mushu Amerikadagi Hollywoodga kirgan birinchi jungoliq bosh rolchi, bosh artist bo'lib kirgani Li Xiaolong ekan. Hamda uning qarab baqsaq, 他在香港的4部半电影3次打破多项纪录. Bu qancha kino ishlabdi? Mushu bu Shanghangda-chu 4,5 kino ishlabdi. Shu 4 kino ishlabdi. Yana birsi 20 bo'lib, yana 20 tugmay qolibdi. Beijing u ara 33 yoshdalam tugab ketibdi emasmi? Shuning bilan mushu 4,5 kinoda mushu kinosida 3 qitim 3次打破多项纪录. 3 qitim nurg'un mushu rekordlarni buzib yetibdi. Rekordlarni buzib yetibdi. Andan keyin mushuning ichida mundaq bir kinosi bor ekan. Nima kino desak, Menglong Guojiang Ajdarhoninki mushu daryodan o'tishi degan kinosi Osiyodagi 电影票deganimiz mushu kino biletlari, mushu kino biletlarininki mushu nimasi chilusi ilaqi rekordini qandaq buzib yetibdi. Bu degan gapning ma'nosi shu, mushu Menglong Guojiang degan mushu kino, mushu Osiyoda kino ko'rish mushu biletida bir yangi rekorddan birini yaratibdi degan gap. Yu Hollywood 合作的 mushu Hollywood bilan birlashib ishlagan, hamkorlashib ishlagan mundaq bir kino bor ekan. U kinoning ismi Longzheng Hudou. Nima degan gapga bu? Mushu ajdarho bilan yo'lvosninki ilishishi degan kino ekan. 全球总票房达 2.3 亿美元.就是butun dunyoda mushu kinoni ko'rgan mushu jami qancha so'mma yaratibdi desak, mushu kinoni ko'rib 230 million Amerika dollari yaratibdi. Tushundingmi? Nayisi shu buning bir kinosilar 230 millionga mushundaq jiq pulga mushundaq jiq pulliq bilet setilibdi desak bo'ladi. Endi ostiga qarab boqaylik. 1962年 Li Xiaolong 开办
正番国术馆. Bu nima degan gap? 1962-yili, ya'ni bu qanchaga mushu 22 yoshga kirgan vaqtidan bu Li Xiaolong nima bir mushu Chengfan degan davlat chambaschilik saroyini quribdi ha. 1967年自创截拳道. 1967-yili mushu o'zi nimani mushu kesma mushtvozlikni yaratgan ekan. 1973年7月20日 Li Xiaolong 在香港逝世. 1973-yili 7 ayning 20-si Li Xiaolong Shanggangda vafot bo'libdi. 享年33 岁, ya'ni qancha yil yashapti? 33 yil yashapti ha. 1979年 1979-yili 美国洛杉矶市政府将补拍版死亡游戏的开映日6月8日定为李小龙日. Bu nima degan gap? Bu ustida bir nima kinoda do'q sig'ibandi do'q 4,5 kino. Shu qolgan kinoning yana yerimi putmidi-ku. Shu putmagan shu yerim kinoni 1979-yili Amerikadagi mushu Los Angeles shahrininki hukumati qanday qilibdi? Qaytadan ishlab mushu Swang Yoshi, ya'ni o'lim o'yini degan mush kino ekan to'qa. Mushuni qaytadan ishlab 6-oyninki 8-kuni qo'yibdi. Hamda mushu 6-oyning 8-kunini nim debdi? Li Xiaolong kuni deb mushu Li Xiaolongni aslab mushu kunni Li Xiaolong kuni deb bekitibdi. Xo'p, andin 1993年美国发行李小龙逝世20周年纪念钞票. 1993-yili Amerika bir narsani taqibdi. Nimani taqibdi? Mushu xotir pulini. Nimaning xotir puli? Li Xiaolongninki mushu vafot bo'lganiga 20 yilligini xotirlab xotir puli tarqitibdi ha. Hollywoodda mushu Hollywoodninki yo'liga Fushan Li Xiaolong 纪念星辉 yo'liga nimani yotqizibdi desak, mushu xotirlash yulduzini. Kimni? Li Xiaolongni xotirlash yulduzini mushu yo'llarga o'rnatibdi ha, o'rnatibdi. Anandan keyin 同年deydi, ya'ni shu yili 获香港电影金像奖大会颁发的终身成就奖. Gerçi mushu vafot bo'lib bo'lgan bo'lsa-mu, yana nima? Yana mushu Shangang kino oltin haykal degan mushundaq bir mukofotga, mushundaq bir iliqi mukofotida 终身成就奖 degan, ya'ni ömürlük utuq yaratquchi, ömürlük utuq yaratquchi degan mushundaq bir mukofotga erishibdi. 1998年11月获中国武术协会颁发的武术电影巨星奖. 1998-yili 11 ayda Jungo Chambaschilik ittifoqininki tarqatgan shu bergan nimasi Wushu 电影 chambaschilik kino qo'sho gumpi kino cho'lpani degan mushundaq mukofotga erishgan ekan. Ha, uningdan boshqa mushu mening biladiganim, mushu Li Xiaolong nurg'un rekordlarni mushu yaratgan. Masalan, tashi juya shu kungfu ma. Buningki eng ustun nimasi shu gumpu. Mushu odatda mushu chet elliklarga mushu gumpa desalam, "Voy Li Xiaolong" deb tamaylik, "Ata" deb bir xil ovozlarni chiqarib qiladi-ku. 反正就是李小龙呢，他是我们这个电影界mushu kino sohasidagi一个巨星, bir cho'lponimiz ham bizniki mushu Jungo gumpisini mushu butun dunyoga tarqatib chiqqan, kengaytgan, tarqatgan mushu xo'ja sho'shi mushu tarqatgan vaqtida shu eng zo'r natijaga erishganimi
Muşu Li Xiaolong desek buludu. Muşu belki muşu Li Xiaolong'u tunup başkalarımı Jumbo Gumpsu'nunki intayın yuqur bir maharet ekanligini his qilgan bo'lishi mumkin. Ha, undaq bo'lsa, bugungi darsimiz mishagichi bo'lsin. Kelarki sonda ko'rishaylik. Bugungi topshiriqimiz oldidagi mushu 3 grammatik mazmunga qarata 3 jumla tuzib, anandagi ma'vu madaniyat eskartmasini yana bir qatim o'qib olsak bo'lamdi. Unda xo'sh, kelarki sonda ko'rishaylik savoqdoshlar. Xayr xo'sh.